Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar bilan men yana Dilsiz Shaymanov. Sizlar bilan bugun men live o'yinlarni o'ynaymiz, do'stlar. Sizlarga bitta yangilikni aytib ketaman. Hozirda bizga kuchli kartali o'yinchilar qo'shilgan Dilsiga. Afsuski ularning ichida Abduqodir Husanov yo'q. Bizlar Abduqodir Husanovni keladi deb o'ylagan edik, lekin afsus kelmadi. Bu yerda ko'p o'yinchilar bor. Masalan, Seviler juda ajoyib darvozabon. Hozirgi o'yinchilar Kenan Yıldız juda ajoyib holatda turibdi. Kamida 500 chiqadi mana shulardan. Kenan Yıldız, Suarez, yana kimlardan chiqadi? 5 100 chiqadi do'stlar. Hozir bizga Kenan Yıldız'ni ko'k kartali emas ham kelibdi. Lekin bu yerda Kenan Yıldız 84. Qani do'stlar, tarkib bilan tanishtiraman. Abduqodir Husanovni oldim yaqinda do'stlar. Endi o'yinni boshlasak ham bo'laveradi. Qani go do'stlar. Birinchi o'yin full account chadi. Xo'sh. Do'stlar, keyin men akkauntim levelini ko'tardim, 77 qildim. Lekin nega raqib chiqmayapti? Qolgan internet muammosi bo'lyaptimi deymanda. Mayli, texnik nosozlik do'stlar. Va aytdim-ku. Gol yutqazdim. Yoki bu akkaunt haqiqatan o'ziniki yoki sotib olgan. Qani ko'ramiz. Ajoyib boshlandi boshi. Abduqodir xato pas. Qo'pol xato. Rivaldo. Rafinha. Alisson Becker'dan ajoyib save. Bitta yozib qo'ydi. Voy! Sal qolgan edi. Abduqodir. Holland olib qo'ydi. Holland. Voy! Jude Bellinghamga sariq kartochka berildi do'stlar. Cross, Nuno Mendes. Mendesning 85ligi. Yaxshi. Ana Rodrigoga to'g'ri pas berildi. Ana endi Cristiano Vini. Ajoyib gol. Vinicius Junior. Rodrigodan super pas. Juda super. Chiqib ketadi o'ylagan edim. To'g'risi do'stlar. Chiqib ketishi ham mumkin edi. Abduqodir borish kerak. Pape, Kylian, Rivaldo. Rivaldo. Urib ketdi do'stlar. Hozir biz ham yana bitta gol uramiz. Chola qolgan ey. Yesiz. Yana save. Amalga oshirdi. Qoch Vini, qoch. Noodatiy pas. Rafinhani qovushtiribdi Saliba. Kylian 6 chiqqan.
Rodri ajoyib qaytardi. Modric tepshiga qo'ymaslik kerak. Agar hozir vaqt tugamaganda men o'tib ketishim aniq edi. Hernandes qani olg'a. Yo'q. Rodri'ni krossorni qo'yaylikchi. Asosiy ustunlik raqibda ekan. Amay. Qo'l berish qo'yamiz. Teyoga. Wow. Yaxshi. Rafael Leo qochib ketdi Leo. Hozir ajoyib gol ko'rishimiz mumkin. Va ajoyib Krish. Alisson super save. Hozir Vini qochib ketishi mumkin. Vini. Yana biz Alissonga murojaat qilamiz. Ajoyib Alissondan save. Yana bitta Alisson bo'yinni yondiryapti. To'g'rirog'i do'stlar. Ajoyib dribling. Kilian ham. Lamin. Ko'proq men Lamindan qo'rqaman. Dembelelar-ku chotamas. Voy, Bappe. O'yin qahramoni Alisson bo'lishi kerak do'stlar. Agar bitta gol o'tkazib qo'ymasa. Nimagadir kibrmi bu bola tushunmadim. Bu o'yin bir-biriga sal qol Hakimida xato bo'lishiga. Kilian endi yetib keldi, Bastoni yetib kelgan. Voy. Qo'pol xato. Juda qo'pol xato. Hozir bitta hujumga yaraydi. Yuraklarim dosh bermayapti oxirgi hujum. Qo'l berishib qo'yaylik, hech bo'lmasa, kibr bo'lsa ham. Yaxshi do'stlar, Alisson juda kerakli vaqtlarda nima qilib qo'ydi, bizni qutqarib qo'ydi. Juda asosiy, mana qaranglar do'stlar. Juda chiroyli seyflarni qilib qo'ydi Alisson. O'yin qahramoni bo'lishga ham arziydi do'stlar. Alisson bekor qaranglar. Bu yerda hozir Kilian juda ajoyib nima qildi, lekin bitta gol o'tkazib qo'ydim. Tan olaman. Bu ham Rafinhaning hujumini ham bartaraf etdi Alisson. Bu hujumni ham bartaraf etdi. Alissondan super seyflar xullas. Agar Kilian urganda 2-1 bo'lar ekan, Rafinha juda ko'p chiqib ketdi, lekin Alisson juda ko'p qaytarib qo'ydi. Vini mashmaziyatda urdi, juda chiroyli. Va hozir bizga reklama qo'yib beryapti. O'sha narsani yoqtirmayman. O'yindan chiqib yana boshqatdan kiryapmiz do'stlar. Bu safar D o'ynadik. Teng deganda endi D deganim endi teng. Do'stlar, Shomurodovga ham tashlamoqchiman, nima deysizlar?
Eslasam kim yutadi? Men yoki Shomurodovda xullas. Voy do'stlar, menga Fernandes kelib turibdi, lekin men yaqindagina Fernandesni sotgan edim. 2 kunchalik bo'lib qoldi. Men hozir Krishni qilishmasdaman. Bitta kuchaytirish desa 93 pul bo'ladi do'stlar. Qani yana bitta o'yin o'ynaymiz do'stlar. Endi go do'stlar, agar yana bitta o'yin o'ynaymiz, shu bilan videoni tugatamiz. Video ham tuzilib ketyapti. Vah. Qo'rqinchli akkaunt. Lekin do'stlar, biz mahoratimizni ishga tushiramiz. To'g'ri, juda ajoyib. Mayda pas o'ynash kerak bu yoqda. Erling va yana Alisson. Bu zarbani lekin Alisson qaytara olmadi. Rodrigoda bo'yi bor, o'shaning uchun Vini qochdi. Alisson. Good. Vay. Holland da gol urib ketdi. Umidim sindi bu g'alabadan. Ayal ekan. Menga farqi yo'q, mayli. Va gol. Toni Kroos ajoyib gol urmoqda hozir. Qizil, voy, nimaga qizil emas? Qizilga tortadigan vaziyat bu. Agar men shunaqa patkat berayman, aniq qizil beradi. Bermayman ham. Ronaldo ichiga o't. Nimaga sen kutib o'tiribman men? Rodrigo. Ajoyib gol. Hisob 2-2 do'stlar. Va yana hujum va yana gol. 3-2. Taktikasini o'zgartirmasa bo'lmaydi bu bola. Hozir o'tib ketishi mumkin edi. Abduqodir. Voy, jitcha qolgan edi. Voy. Sal pal qolib ketdi-ya do'stlar. Gol urib qo'yishiga. Ha, mayli. 2 ta assist Vinicius. Donnarumma, jili Donnarumma deydi-ku. Jili deyish ko'rgan qolgan odam. Yo'q, Saliba. Hujumni bartaraf etdi va Alisson chop chiqish kerak. Qochib qola olmadi. Va Rodrigo qochish kerak. Ay. Hozir burchak to'p ishladi Rodrigo.
Kroos xato qilishga haqqi yo'q degan edim. Donnarumma hozir asosiy rolga. Ronaldo yaxshi pas bera olmadi. Pas yo'qlik klubda. Qilish kerak, yaxshi. Hozir burchak to'pi. Rodrigo qoch. Qoch Rodrigo, qoch. Voy, Kellini baribir bermadi. Baribir. Voy, oxirida comeback. O'z toymoqchi edim, mayli dedim. Bolani umid so'nmasin-da. Yana Rodrigo. Yana o'sha bola. Voh. Endi qarshi hujumga tayyor turishim kerak edi men. Xato ish qildim. Xato ish qilmabman. Leo. Ay. Voh, yaxshi ham offside. Bo'lmasam gol urdirib qo'yardim. Yaxshi o'ynar ekan. Hozir mendan xato. Voy, Kroos. Yaxshi pas, Leo. Voy, yana 3-3. Rodri bo'lmoqda bo'yin qahramoni. Mayli do'stlar, nima bo'lsa ham yaxshi o'yin ko'rsatdim deb o'ylayman. Shu bilan video o'z yakuniga yetadi. Sizlar bilan men Dillis Shaybanov. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan xayrlashamiz.